Hem tövendeki hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh babda rasa bomdat namazdan bir rekatga ulgurayapti bir odam. Bu odamning bu namozi qanday namoz bo'ldi dedi. Buniki mazmunni hukmini biz hadisning o'zidan ko'raylik. Hadis 579 numaralı hadis. Bu hadisde İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abdullah ibn Mesleme, Malik'ten, Malik Zeyd ibn Eslem'den, Zeyd ibn Eslem Ata ibn Yasar'dan, Ata ibn Yasar Busr ibn Sa'id'den, bu zat E'ray'den. Hadis sözlep bir vatındaydı. Bular Ebu Hureyre'den sözlep bergen bu hadisini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaq degende, bomdatdan bir rekat tapalgan, yoki bir rekatga ulguradigan adam quyosh petishdan burun bomdat namozini tapalgan bo'ldi, yoki bomdat namozning ajriga erisha oladi degan. Kun petishdan burun asrdan bir rekatni o'qiy olgan adam asr namozini topgan bo'ldi. Bundaq deganda asr namozni savobini ola oladi degan bo'ldi. Bu hadisniki masalan ba'zi tushunchalar shu asr namoziga munosabatli boblarda o'tib bo'lgan. Demak, mushu hadislarga asoslanib turib bir qoida shakllangan. Bu qoidani Ibn Taymiya rahmatullohi alayh mushu hadisga qarta o'tirib chiqarganda. U bosma men adraka rak'atan minas sola faqat adraka sola. Namozning har qandagidan shu bir rakatni topa olgan yoki bir rakatga ulgura olgan odam shu namozni komil topgan bo'ldi deb qarab, mayli juma namozi bo'lsin, mayli jamoat namozi bo'lsin, shu bir rakatni ulgura olgan bo'lsa shu namozniki, bu odamga shu jamoatning ajri yoki jumaniki ajr bo'ladi degan. Shunlashqa masalan bir rakat jumaning bir rakatni jamoat bilan o'qimagan odam jumani jumapida o'qimaydi, 4 rakat o'qiydi, peshima o'qiydi degan bir qism ulamolar. Buni bir zig'ilg'a vaqtimizda masalan bir odam namozni kechikib o'qib qolibdi. Lekin bir rakatni vaqtning ichida o'qibdi, bir rakatni vaqtning teshida o'qibdi. Yakun chiqib qolganda, yakun petib qolganda, asr ya bomdat qo'yishda. Demak, bu odam shu namozning ajrini topa olmaydi. Bunun qazosi qilinmaydi. Bu odam namozni qazo kechiktirgan gunohkor hisoblanmaydi dedi. Bu faqat nima degan vaqtida ma'lum bir sharoitlar tufayli o'qib qolgan kishi qartilgan.